다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 게임을 하고 있습니다. 2번. 운동을 하고 있습니다. 3번. 쇼핑을 하고 있습니다. 4번. 노래를 하고 있습니다. 정답은 3번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Oyun o'ynayapti. Ikkinchi. Sport bilan shug'ullanyapti. Uchinchi. Xarid qilyapti. To'rtinchi. Qo'shiq aytayapti. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 수박. 2번. 포도. 3번. 토마토. 4번. 바나나. 정답은 1번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Tarvuz. Ikkinchi. Uzum. Uchinchi. Pomidor. To'rtinchi. Banan. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 대답. 1번. 정답. 2번. 질문. 3번. 허가. 4번. 심사. 정답은 2번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zning qarama-qarshi ma'nosi nima? Javob. Birinchi. To'g'ri javob. Ikkinchi. Savol. Uchinchi. Ruxsat. To'rtinchi. Tekshiruv. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 불교, 기독교, 천주교, 이슬람교. 1번. 종교. 2번. 기념. 3번. 나라. 4번. 학교. 정답은 1번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Buddizm. Xristianlik. Katoliklik. Islom. Birinchi. Din. Ikkinchi. Xotira. Uchinchi. Mamlakat. To'rtinchi. Maktab. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한국에서. 를 하고 싶으면 먼저 한국어 능력 시험을 봐야 합니다. 시험 결과가 좋으면 한국에서 일할 수 있습니다. 1번. 휴직. 2번. 증명. 3번. 이사. 4번. 취업. 정답은 4번입니다. Eps topik beshinchi savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Koreyada. Ne xohlasangiz, avvalo koreys tili malaka imtihonini topshirishingiz kerak. Imtihon natijasi yaxshi bo'lsa, Koreyada ishlashingiz mumkin. Birinchi. Ta'til. Ikkinchi. Tasdiqlash. Uchinchi. Qochish. To'rtinchi. Ishga joylashish. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 문화센터에서 미용 기술을 배우고 싶어서 전화를 해봤습니다. 이미 접수 기간이
이번에는 신청할 수 없다고 합니다. 1번. 나와서. 2번. 되어서. 3번. 끝나서. 4번. 걸려서. 정답은 3번입니다. Epps topik 6-chi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Madaniyat markazida go'zallik, sartaroshlik texnikasini o'rganishni xohlaganim uchun telefon qilib ko'rdim. Allaqachon ro'yxatdan o'tish muddati. Bu safar ariza topshira olmaysiz deyapti. Birinchi. Chiqqani uchun. Ikkinchi. Bo'lgani uchun. Uchinchi. Tugagani uchun. To'rtinchi. Chalingani uchun. To'g'ri javob 3-variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 오늘 퇴근 후에 함께 일하는 동료들과 저녁을 했습니다. 그래서 회사 근처에 있는 식당을 예약해 두었습니다. 1번. 먹으러. 2번. 먹지만. 3번. 먹다가. 4번. 먹기로. 정답은 4번입니다. Epps topik 7-chi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. Bugun ishdan keyin birga ishlaydigan hamkasblarim bilan kechki ovqatni bo'ldik. Shuning uchun kompaniya yaqinidagi restoranni band qilib qo'ydik. Birinchi. Yeyishga. Ikkinchi. Yesa ham biroq. Uchinchi. Yeyayotib. To'rtinchi. Yeydigan. To'g'ri javob 4-variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 작년 겨울은 춥고 눈도 많이 내렸습니다. 하지만 올해는 별로 춥지 않습니다. 1번. 혹시. 2번. 아주. 3번. 거의. 4번. 어서. 정답은 2번입니다. Epps topik 8-chi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos sozni tanlang. O'tgan yil qish. Sovuq bo'lib qor ham ko'p yog'di. Biroq bu yil unchalik sovuq emas. Birinchi. Mabodo. Ikkinchi. Juda. Uchinchi. Deyarli. To'rtinchi. Tezda. To'g'ri javob 2-variant. 다음 질문에 답하십시오. 외국인 근로자들의 한국 생활 만족도에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 공공기관 서비스라는 사람이 가장 적습니다. 2번. 인터넷 서비스보다 치안이라는 사람이 더 많습니다. 3번. 대중교통이라는 사람이 가장 많습니다. 4번. 인터넷 서비스라는 사람이 반 이상입니다. 정답은 3번입니다. Epps topik 9-chi savol. Keyingi savolga javob bering. Chet ellik ishchilarning Koreyadagi hayotdan qoniqishi haqida tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Davlat xizmatlari deyotgan odamlar eng kam. Ikkinchi. Internet xizmatidan ko'ra xavfsizlikni deyotgan odamlar ko'proq. Uchinchi. Jamoat transportini deyotgan odamlar eng ko'p. To'rtinchi. Internet xizmatini deyotgan odamlar yarmidan ko'p. To'g'ri javob 3-variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 영수증에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 라면 값이 치약값보다 비쌉니다. 2번. 물건을 모두 7가지 샀습니다. 3번. 주스는 2병에 2,100원입니다. 4번. 가장 비싼 물건은 화장지입니다.
정답은 4번입니다. Apps Topic 10 savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi chek haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Ramyon narxi tish pastasidan ko'ra qimmat. Ikkinchi. Mahsulot hammasi 7 xili sotib olingan. Uchinchi. Sharbat 2 dona 2100 won. To'rtinchi. Eng qimmat mahsulot tualet qog'ozi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 메뉴에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 이 식당에서 가장 가격이 싼 음식은 우동입니다. 2번. 짬뽕이 볶음밥보다 가격이 비쌉니다. 3번. 음식값이 2만 원이 넘으면 공짜로 음료를 줍니다. 4번. 탕수육은 고기에 따라 가격이 다릅니다. 정답은 3번입니다. Apps Topic 11 savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi menyu haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Bu oshxonada eng arzon taom udon. Ikkinchi. Jampong pokimpaddan ko'ra narxi qimmatroq. Uchinchi. Ovqat narxi 20 ming wondan oshsa bepul ichimlik beriladi. To'rtinchi. Tangsuyuk go'sht turiga qarab narxi farq qiladi. To'g'ri javob 3-variant. 다음 질문에 답하십시오. 직장인들의 점심시간 활용 방법에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 운동을 하는 직장인이 두 번째로 많습니다. 2번. 점심시간에 일을 하는 직장인이 가장 많습니다. 3번. 인터넷을 하는 직장인이 절반이 넘습니다. 4번. 잠을 자는 직장인이 가장 적습니다. 정답은 3번입니다. Apps Topic 12 savol. Keyingi savolga javob bering. Xodimlarning tushlik vaqtini qanday o'tkazish usuli haqidagi tushuntirmaga to'g'ri narsa nima? Birinchi. Sport qiladigan xodimlar ikkinchi o'rinda ko'p. Ikkinchi. Tushlik vaqtida ishlaydigan xodimlar eng ko'p. Uchinchi. Internet ishlatadigan xodimlar yarmidan oshadi. To'rtinchi. Uxlaydigan xodimlar eng kam. To'g'ri javob 3-variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 우리 회사는 단합대회를 자주. 한 달에 2-3번 정도 모이는데 다 같이 운동을 할 수 있어서 좋습니다. 1번. 끝내고 싶습니다. 2번. 하고 싶습니다. 3번. 끝내는 편입니다. 4번. 하는 편입니다. 정답은 4번입니다. Apps Topic 13 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Bizning kompaniyamiz jamoaviy tadbirlarni tez-tez. Bir oyda 2-3 marta yigilamiz, hamma birga sport qilish iloji borligi uchun yaxshi. Birinchi. Tugatishni xohlaydi. Ikkinchi. Qilishni xohlaydi. Uchinchi. Tugatadiganlardanmiz. To'rtinchi. Qiladiganlardanmiz. To'g'ri javob 4-variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 식품 창고의 온도가 높으면 식품의 맛이 변할 수 있습니다. 식품을 신선하게. 적정 온도를 유지해야 합니다. 1번. 보관하려면. 2번. 파악하려면. 3번. 보관하지만. 4번. 파악하지만. 정답은 1번입니다. Apps Topic 14 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Oziq-ovqat omborining harorati baland bo'lsa, oziq-ovqatning ta'mi o'zgarishi mumkin.
Oziq-ovqatni toza qilib, mos haroratni saqlash kerak. Birinchi, saqlamoqchi bo'lsangiz. Ikkinchi, sanab solishtirmoqchi bo'lsangiz. Uchinchi, saqlasa ham biroq. To'rtinchi, sanab solishtirsa ham biroq. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 이번에 새로 나온 스마트폰은 화면도 크고 여러 가지 기능도 많습니다. 물속에서 사진이나 동영상을 찍을 수 있을 뿐만 아니라 자동으로 소리를 문자로 바꿀 수 있습니다. 1번 이용 장소 2번 주의사항 3번 보관 방법 4번 제품 소개 정답은 4번입니다. Apps Topic 15-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Bu safar chiqqan yangi smartfonning ekrani ham katta va turli xil funksiyalari ham ko'p. Suv ostida faqat surat yoki videoga tushirish iloji bor bo'lib qolmasdan, avtomatik ravishda ovozini matnga o'zgartira oladi. Birinchi, foydalanish joyi. Ikkinchi, ogohlantirishlar. Uchinchi, saqlash usuli. To'rtinchi, mahsulot taqdimoti. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 저는 토요일마다 외국 인력 지원센터에서 한국어를 배우고 있습니다. 조금 어렵지만 선생님이 친절하게 가르쳐 주십니다. 1번 한국어 수업 2번 한국어 실력 3번 한국 회사 4번 한국 예절 정답은 1번입니다. Apps Topic 16-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Men har shanba kuni chet elliklar markazida koreys tilini o'rganayapman. Biroz qiyin bo'lsa ham biroq o'qituvchi mehr bilan o'rgatadi. Birinchi, koreys tili darsi. Ikkinchi, koreys tili darajasi. Uchinchi, Koreya kompaniyasi. To'rtinchi, koreys odob-axloqi. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국에서 여름에 주로 먹는 음식으로는 삼계탕이 있습니다. 삼계탕은 닭의 인삼이나 마늘과 같이 건강에 좋은 재료를 넣어 끓인 음식입니다. 한국의 여름은 아주 덥기 때문에 힘들어하는 사람이 많습니다. 땀을 많이 흘려서 기운이 없을 때 삼계탕을 먹으면 힘이 납니다. 1번 삼계탕은 추울 때 자주 먹는 음식입니다. 2번 삼계탕을 먹으면 병을 고칠 수 있습니다. 3번 삼계탕은 마늘과 같이 요리하지 않습니다. 4번 삼계탕에는 건강에 좋은 재료를 넣습니다. 정답은 4번입니다. Apps Topic 17-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyada yozda asosan yeyiladigan taomlardan biri samgyetang bor. Samgyetang tovuqqa jenshen va sarimsoq kabi sog'liqqa foydali masalliqlar solib qaynatilgan ovqat. Koreyaning yozlari juda issiq bo'lgani sababli qiynaladigan odamlar ko'p. Ko'p terlab holsiz bo'lganda samgyetang yesangiz kuch paydo bo'ladi. Birinchi, samgyetang sovuq paytda tez-tez yeyiladigan ovqat. Ikkinchi, samgyetang yesa kasallik tuzalishi mumkin. Uchinchi, samgyetang sarimsoq bilan pishirilmaydi. To'rtinchi, samgyetanga sog'liqqa foydali masalliqlar solinadi. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 전화를 걸 때는 너무 이른 시간이나 밤늦은 시간, 식사 시간은 피하는 것이 좋습니다.
또 자기보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 전화를 걸 때는 먼저 자기가 누구인지 말하고 전화를 건 이유를 말합니다. 그리고 윗사람이 전화를 끊기 전에 먼저 끊으면 안 됩니다. 1번. 가능하면 식사 시간에 전화하면 좋습니다. 2번. 윗사람에게는 아침 일찍 전화하는 것이 좋습니다. 3번. 상사가 전화를 먼저 끊을 때까지 기다립니다. 4번. 친구에게는 아무 때나 전화를 걸어도 됩니다. 정답은 3번입니다. Apps topic 18-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Telefon qilganda juda erta yoki juda kech vaqt, ovqatlanish vaqtida qo'ng'iroq qilmaslik yaxshi. Yana o'zidan ko'ra yoshi katta yoki lavozimi yuqori odamga qo'ng'iroq qilganda avval o'zini kim ekanini tanishtirib, qo'ng'iroq qilgan sababini aytadi. Hamda katta odam telefonni uzishdan oldin birinchi uzishga bo'lmaydi. Birinchi. Imkon bo'lsa, ovqat vaqtida telefon qilsa yaxshi. Ikkinchi. Kattalarga ertalab erta qo'ng'iroq qilish yaxshi. Uchinchi. Rahbar telefonni birinchi bo'lib uzish paytigacha kutadi. To'rtinchi. Do'stga istalgan paytda qo'ng'iroq qilsa ham bo'ladi. To'g'ri javob 3-variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 공장이나 회사를 운영하는 대표자로 회사 경영에 필요한 중요한 결정을 하고 그에 대한 책임을 지는 사람입니다. 1번. 신청자. 2번. 사업주. 3번. 관리인. 4번. 취업자. 정답은 2번입니다. Apps topic 19-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Zavod yoki kompaniyani boshqaradigan vakil bo'lib, kompaniya faoliyatiga kerak muhim qarorlar qabul qilib javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan shaxs. Birinchi. Ariza beruvchi. Ikkinchi. Ish beruvchi. Uchinchi. Boshqaruvchi. To'rtinchi. Ishchi. To'g'ri javob 2-variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 바닷길을 표시하여 배가 안전하게 다니도록 하기 위해 바닷물 위에 띄워놓은 도구입니다. 1번. 갈퀴. 2번. 밧줄. 3번. 부표. 4번. 동발. 정답은 3번입니다. Apps topic 20-savol. Keyingi tushuntirmaga eng mos so'zni tanlang. Dengiz yo'lini ko'rsatib kemalar xavfsiz qilib qatnashi uchun dengiz suvining ustiga qalqitib qo'yiladigan moslama. Birinchi. Tirma. Ikkinchi. Arqon. Uchinchi. Buy. To'rtinchi. Baliq setkasi. To'g'ri javob 3-variant.